Hali bu yalangoyoqqa qizimga soch qo'yishni ko'rsatib qo'yaman. Keling aka, nima xizmat? Qanoni Nishqi, Ismoil degani. Kattalaring qani, chaqiring menga. Usta. Ayna bittasi kelib to'polon qilib Ismoilni so'rayapti. Boringchi o'zingiz. Qani ketdik, ko'raylikchi. Hali sen qarab tur. Ko'rpangga qarab oyoq uzatishni ko'rsatib qo'yaman. Assalomu alaykum, keling aka. Usta aka. Ismoil, siz shogirdingizmi? Aka, men qizimni berdim shu bolaga. Keling aka, tushunmadim gapingizga. Nima deyapsiz o'zi? Aka, men tanimadingiz-a? Esingizmi 5 yil oldin darvozaxonamga tunukafon qilib bergandingiz. Menga juda obro' bo'ldi-da. Aka, qo'lingiz shunaqangi gul ekanki, 5 yil oldin qilib bergan bo'lsangiz ham kecha qilganday turibdi. Mehnatingiz halol ekan. Demak, sizni qo'lingizdagi shogirdlaringiz ham halol bolalar. Siz tarbiyangizni olgan bo'lsa, kam bo'lmaydi u bola aka. Ertagadan onasini jo'natsin aka, men tayyor bo'lib turaman, oxliqni berib yuboraman. Shunaqa demaysizmi? Ishimiz yoqqan bo'lsa xursandman. Yomon meni ham kayfiyatimni ko'tarib bersiz. Kimdir ishini maqtasa odam boshqacha bo'lib ketasan ekanda. Usta tinchlikmi? Kimdir meni so'rab ketdi. Yo bola, onangni jo'nataver endi ertaga. Bu ish bitkizib qo'ydim. Ko'rdingmi mana halol ishlaganingni foydasini? Halol mehnat har doim hamma joyda yuzingni yorib qiladi. Ishingni puxta qilish desam, senlar xafa bo'lisharding, jahllaring chiqaradi. Buni foydasi mana. Hozir qizni otasi kelib, o'zi ikki qo'li bilan qizimni berdim agar sizni shogirdingiz bo'lsa deb ketdi. Ko'rdingmi halol mehnat foydasi?